Qozi Sho'rek tobiinlardan Shabiy hazratlariga nasihat qilibdilar. Ey Shabiy, agar uylansang, Bani Tamim qabilasidagi bir qizga uylan. Ular qizlarga yaxshi tarbiya berishadi. Shabiy, qayerdan bilasiz deb so'radilar. Qozi Sho'rek savolga javoban shunday debdilar. Yoshlik faslimda Bani Tamim qabilasi tomon borgan edim. Qaytib kelayotib, qari bir ayol bilan yosh qiz o'tirishganini ko'rdim. Qiz g'oyatda chiroyli, latofatli ko'rinar edi. Qizni yaqinroqdan ko'rmoqlik uchun chanqog'imni bozish bahonasida ularning oldiga borib suv so'radim. Ayol qizga suv olib kelishini buyurdi. Suvni ichgach, ul xotindan bu qiz kimning farzandi? Ismi nima deb so'radim. Bu qiz Xudiyorning qizidir. Ismi Zaynab dedi kampir. Turmushga chiqqanmi? Deb so'rashga jur'at etdim. Yo'q, hali turmush qurmagan. Allohning amri ila menga berasizmi deb so'radim. Avval so'rab surishtirib, kuyovlikka loyiq bo'lsang beramiz dedi kampir. Uyimga qaytganimdan keyin ham qizni ko'rgim kelaverdi. Unga uylanishni ixtiyor etdim. Qarindoshimdan birini olib, qizning amakisini huzuriga bordik. Maqsadimizni aytdik. Qizni surishtirgan edik. U senga munosib dedilar. Nikoh bo'lganidan keyin Bani Tamim qabilasining ayollari qanday ekanini yaxshi bilmayman. Boshqa muhit, boshqa qabila odamlarimiz. Shoshilib adashmadimmikan deb pushaymon bo'la boshladim. Lekin ichimdagini hech kimga aytmay, oxir baxayr bo'lar deb kutdim. Uylandim. Kelinni olib keldik. Yolg'iz qolganimizda nikohimga olganim qiz menga shunday dedi. Afandim, bu oqshom kuyov 2 rakat namoz o'qish kerak. Alloh rizosi uchun o'qiladigan bu namozdan keyin kelinning xayri va baxtli bo'lishini tilashi, Janobi Haqdan ezguliklar, barakot niyoz etmoqning tilashi sunnatdir. Uning gapi ma'qul kelib 2 rakat namoz o'qidim. Salomdan keyin qarasam, u ham namoz o'qiyapti. Namozdan so'ng u menga qarab shunday dedi. Afandim, men sahroyi muhitning qiziman. Siz esa boshqa muhitda tarbiya topgansiz. Taqdir bizni birlashtirdi. Sizga o'z muhitingizdan bir qiz, menga esa o'z qabilamdan bir yigit topilar edi. Ammo taqdiri ilohiy shunday ekan, bir-birimizning fe'l-atvorimiz va axloqimizni bilganimiz holda taqdir hukmi bilan oila qurdik. Sizdan birinchi iltimosim, yaxshi ko'radiganingiz va mamnun bo'ladiganingiz narsalarni menga aytib qo'ysangiz, sizning istagingizga mos xizmat qilaman. Yoqtirmaydigan va xush ko'rmaydigan hollarni ham aytib qo'ying, toki men ulardan saqlanay. Shundan keyin siz menga lutf etib, muloyim fe'lli bo'ling. Men ham sizga xotinlik vazifalarimni o'rniga qo'ymoq uchun astoydil harakat qilay. Agar men o'z vazifamni bajarmay, tamballik va itoatsizlik qilsam, meni otamning uyiga qaytarib yuborishingiz mumkin. Buning uchun hech ranjimayman. Boshga tushganni ko'z ko'rar. Boshga tushsa yig'lamas dedilar. Men sizdan shularnigina iltimos qilaman. Janobi Haqdan bir-birimiz uchun xayrli va barokatli turmush qurishimizni tilayman. Islomiy bir oila hayoti ila yashamog'imiz uchun duo qilaman. Menga uning so'zlari xush yoqib dedimki, xonim, sen menga shunday purmona so'zlar aytdingki, agar aytganlaringni ado etsang, meni toliyi baland va baxtiyor etasan. Agar so'zingda turmasang, ahvol boshqacha bo'ladi. Men mana bu narsalarni istamayman. Bu narsalarni sevaman. Bu narsalarni esa yoqtirmayman. Meni orzu qilganlarni ato et. Xush ko'rmaganlarimni yashir, ko'rsatma. So'ng u qarindoshlarimning kelib ketib turishlarini xohlaysizmi deb so'radi. Uzoq turmaslik sharti bilan mayli, lekin haddan ziyod tez kelishlarini xohlamayman dedim. Qo'shnilardan kimlar kirib chiqa oladi? Xohlamaganingiz bilan ko'rishmayman dedi.
Men aytdimki, falon qo'shnilar chiqishi mumkin. Ular nomusli va dindor odamlar. Falon kimsalarni xohlamayman. Ularning hayoti islomiy emas. Undaylarning xonadonimizga qadam bosishlari yaxshilik keltirmaydi. Bunday mezonlar bilan qurilgan oila qisqa vaqt ichida bir jannatiy xonadon bo'ladi. Oradan bir necha yil o'tdi. Bir kuni uyimga kelsam, keksa bir ayol mehmon bo'lib o'tirgan ekan. Uning ayolimga qizim bunday qilma deb nasihat qilishidan taajjublanib, bu kim deb so'radim. Ayolim qaynonangiz deb javob berdi. Men qaynonamning hurmatini bajo keltirib, hurmat va ehtirom ko'rsatdim. Qaynonam, xotiningizdan mamnunmisiz deb so'radilar. Juda mamnunman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Juda ham yaxshi farzand yetishtiribsiz. Bundan yaxshisi bo'lmaydi. Nihoyatda mamnunman dedim. Bunga javoban qaynonam, men uni jannatdagi oila ko'chasida o'stirganman, o'g'lim. Ayolning badfe'lligidan Alloh saqlasin. Qarindoshlarimiz sizni ko'rgani kelishmoqchi. Qachon kelishsin deb so'radilar. Men istagan kunlari kelishsin. Uyimning to'ri ularniki dedim. Qaynonam har yili bir kelib, qiziga nasihatlar qilib ketardilar. Men xonim bilan 20 yil birga yashab, uning birorta aybini ko'rmadim. Qozi Sho'raykning qo'shnisinikida har kuni janjal ekan. Qo'shni xotin tarbiya ko'rmagan, yomon fe'lli bo'lgani sababli turmushlari xarob ekan. Azizlar, mazkur hikoyani, undagi qizning gaplarini yana bir bor qayta eshitib chiqing. Yaqin oylarda yoki yaqin yillarda kelinchak libosini egniga iluvchi qizingizga ham eshittirib, ma'nosini tushuntirib bering. Biz har birimiz uyimizga jannat huzuri bo'lishni istaymiz. Allohdan so'raymiz. Albatta, bunday huzurni berguvchi yolg'iz Allohdir. Ammo bu ne'mat faqat duo bilan bo'lmaydi. Bu ne'matga erishish uchun bandaning o'zida yaxshilik sari intilishi bo'lishi kerak. Qizining baxtli bo'lishini istagan ota-ona unga yaxshi tarbiya berish kerak. Mazkur hikoyada shunday o'gitlar borki, ularga amal qilishi xonadonni jannat misoli huzur manbai qila oladir. Qozi Sho'raykning qaynonasi qizimni jannatda o'stirdim degan gaplarga diqqat qilaylik. Bunda avvalo hikoya avvalida zikr etilgan hadisda ishora bor. Ikkinchidan esa jannat iymon egalari to'planadigan joy. Qiz iymon egalari ta'sirida voyaga yetgan bo'ladi.